o'zini stopi bor. Eng muhimi shunda. Ya'ni siz har bitta risklaringizni kontrolga olgansiz va har bitta qilayotgan texnический sistemangizni hech qanaqa o'ngga, chapga chiqmasdan o'zini tizimi bo'yicha ishlayapsiz. Самое главныйsi shu. Qolgani уже o'zini ritmi bilan ketaveradi. Xo'p, shuning uchun mana mizerный stop, tam bank manipulation yoki yana qanaqadir sistemalar hammasi o'ziga yarasha zo'r sistema. Lekin siz baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'zingiz uchun bir kunmas-bir kun bitta yaxshi sistema shakllantirasiz va shu sistemani tizimini qilib turib, ya'ni har bitta riskini, har bitta ishlaydigan aytaylik sessiyangizni yoki vaqtingizni yoki aytaylik o'sha confirmationingizni yoki yo'nalishingizni farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasini tizimlashtirasiz. Tizimlashtirganingizdan keyingina sizda stabilniy trade bo'lishni boshlaydi. Ungacha бесполезно. Nima qilishingizdan qat'iy nazar бесполезно. Shuning uchun ham nima deydi, risklaringlarni prям joy-joyiga qo'yib olsanglar, xudo xolasa mana shu bundan keyin mana bu reels nimaga qilingan? Bu reels sizlarga o'sha challenge основной maqsadi, основной mohiyati, ya'ni u qanaqa tartibda ishlashini ko'rsatib berish uchungina qilingan. Bu mani zo'rligim yoki mani boshqa treyderlardan ajralib turishim uchun qilinmagan. Bu mani o'zimni shogirdlarim va mani kuzatadigan insonlar uchun bu saboq bo'lsin deb bu narsani qilib berdim. Mani boshqacha targovli usullarim ham bor, ya'ni ko'pchilik aytayotgan razgon uslubi ham bor, lekin eng qizig'i razgon uslubida ham risk management bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, tam $1000 depozit qildi. $1000 depozitni olib turib, tam full marja ochdi, tam $1000 aytaylik 5000 yoki 6000 bo'lib ketdi, u bo'ldi mana razgon, zo'r bo'ldi. Yo'q. Razgonni ham o'zini tematikasi bor, o'zini risklari bor, o'zini kontrollari bor, o'zini ochiladigan lotlari bor. Kimdirlar uchun razgon tam $500, tam $300 tashladi, tam 1000, 1,5 qo'rda yoki tam kimdir $10,000 depozit tashladi, oldida 100,000 qo'rdi. Все, muammo yo'q, qilaversin. Kim shunaqa qilayotgan bo'lsa, muammo yo'q. Gazini bosinglar. Biz o'zimizni tizimimiz bo'yicha sekinlik bilan chiqib boramiz. Hamma bilan birgalikda. Ya'ni bizni kim kuzatayotgan bo'lsa, sizlar bilan birgalikda chiqamiz. Xudo xolasa reelslarni qo'yishni boshlaymiz dushanbadan. Bu videoni ko'rganingizdan keyin, ya'ni profilni kuzatib tursanglar, har kuni bitta reels qo'yish boshlanadi. Keyingi dushanbadan 8-dekabrda boshlangan bunaqalarimiz, ya'ni nima deydi? Challenge'imiz qo'yib boriladi. Va hammasini o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib borsanglar bo'ladi. Eng qizig'i, aslida biz 30,000 uchun kuniga $300 ishlamoqchi edik. Lekin yaratgan shunaqa qilib qo'ydikki, undan ko'proq pul ishladik. Ya'ni общий holatda aytaylik 900, 1200, $1,500 foyda bo'lishi kerak. Общий holatda. Lekin bizda haftalik daromad $2955, $57 foyda bo'ldi. Ya'ni bu biz kutgandan-da 2 barobar, ya'ni 1 barobar ko'proq. Biz 1,5 xohlagan bo'lsak, Alloh taolo bizga $3000 berdi. Bu narsa tartib bilan ketaveradi va bir oy davomida o'zi aslida depozitimiz $9000 bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, agar shu tartibda ketadigan bo'lsa, xudo xolasa bitta pochkadan ko'proq bo'ladi. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Nima bo'lishi, qanaqa bo'lishi, положенный o'zimiz tizimimiz bo'yicha ketamiz. Har kuni ertalab turamiz, savdoni amalga oshiramiz yoki kunni ertasi kuni o'tgandan keyin soat o'sha 12:30 yoki 1larda pozitsiyamizni olamiz va kuni bo'yi qolgan ishlarimiz bilan band bo'lamiz. Va o'zimiz uchun xulosa chiqarib olamiz. Ya'ni tizim bilan ishlaydigan bo'lsak, aslida bu narsa bizga foydami yoki zararmi? Bu narsani o'zimiz uchun ko'rib olamiz va bu narsani har bitta treyder bilishi kerak. Ya'ni tizimingiz bo'lmasa, o'zingizni intizomingiz bo'lmasa, risklaringiz, sabringiz yoki nafsingiz joy-joyida bo'lmasa, hammasi bir teng. Ishonavering, hammasi bir teng. Shuning uchun ham
iloji boricha tizim bo'yicha ishlashni o'rganish kerak. Har bitta insonni o'zini nafs chegarasi bo'ladi, ya'ni maqsad bo'ladi. Bizda $30,000 uchun $300 maqsad edi. Kerak bo'lsa undan ham ko'prog'ini berdi. Lekin $300 qotdik. Undan ko'proq bo'lsa shukr qilib oldik. Undan kamroq bo'lsa ham shukr qilib oldik. Aytib bo'ldi ko'rdinglar, ya'ni seshanba kuni depozitimiz $297 bo'lib qoldi. $300 ham emas. Voy, $297 bo'lib qopti. Shunga davay bitta lot ochaman deb $3 foyda qilib oling degan joy yo'q. Bo'ldi. Oldingizmi pozitsiyangizni, tepangizga oldingizmi, shu joyda siz aminmidingiz tepangizga olishingizni? Oldingizmi, bo'ldi, tamom, chiqib keting. Savdoni to'xtating. Men ham iminni o'zim uchun, ya'ni har kuni kunda bir marta savdo qilib, foydamni olib chiqib ketayotganim uchun qolgan kuni bo'yi zo'r kayfiyat bilan yuraman. Hech qanaqa trendga qarash, bozor nima bo'lyapti, qayerga ketyapti degan narsa yo'q. Ertalab turyapman, texnickiyimni ko'rib chiqyapman, zonalarga kelyapti, confirmation beryapti. Pozitsiyaga kiryapmiz, stopini tepasini qo'yyapmiz. Tepasini 15-20 minutda olyapti yoki stopini 15-20 minutda olyapti. Keyingi pozitsiyaga yana harakat qilyapmiz. Bu ham xuddi shu. 15-20 minutda yoki stopini yoki 15-20 minutda tepasini olyapti. Bo'ldi, shu bilan foydani olgandan keyin kulli o'zimizni maqsadimizni, kulli nafsimiz chegarasini olganimizdan keyin o'sha bozor tark etyapmiz. Kuni bo'yi umuman bozorga qarayotganimiz yo'q. Mani oldimda yurgan odamlar bu narsani biladi. O'zimni qolgan ishlarim bilan band bo'lib yuraman. Ya'ni Instagramimizni Instagramni to'g'irlayapmiz, yangi kontentlar ustida ishlayapmiz, kimgadir foydali bo'lar deb. Bu narsa kimgadir foydali, kim uchundir prosta tak. Shuning uchun bu narsa qizig'i yo'q. Bu narsani o'zimiz uchun qilyapmiz, bizni kuzatayotgan shogirdlar uchun qilyapmiz. Qolgani уже kim kuzatadi, kim kuzatmaydi, kim uchun yaxshi, kim uchun yomon, umuman qizig'i yo'q. Men kimnidir xohishiga, kimnidir qanaqadir gapiga qarab, men ish tutadigan inson emasman. Meni biladigan, meni taniydigan insonlar bu narsani biladi. Men nimani to'g'ri deb bilgan bo'lsam, o'sha narsani qilaman. Tamom. Kimdir haqida yomon gapi yoki kimdir haqida qanaqadir so'zlar umuman qiziq emas. Ishni bajarish kerak, tamom. Hech kimga hech qanaqa bir adovat ham qilish kerak emas, yomonlik ham qilish kerak emas. Hamma bilan yaxshi kulib, hammaga salom alik qilib, chiroyli yurish kerak. Ko'ngilni xotirjam qilish kerak. Qolgani o'zi sekin-sekin bo'laveradi. Peshanaga nasiba yozilgan bo'lsa, Xudo xolasa hammasi bo'ladi. Bizda shunaqa gaplar. Xudo xolasa dushanbadan reelslarni qo'yamiz. Xudo xolasa kuzatib borsanglar bo'ladi. Hammalarga kattakon rahmat. Hammalarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.